Men kelinman, lekin hech qachon kelinligimni his qilmaganman. Men kelinman, kasal bo'lib qolsam, ota-onamning uyiga borib davolanish deydigan narsa yo'q. Kasal bo'lsam, sirazi qarash kerak, uyimizda davolanib, sog' bo'lish kerak deydigan narsa bor. Men kelinman, lekin farzandlarimga faqat men qaraydi degani emas. Qaynona qaynotam yaxshi ko'rib qarashadi, ularga narsa olib berishadi va hech qachon bu kelinimi bolasi yoki bu boshqa degan munosabatda o'zi bo'lmaydi. Men kelinman va meni fikrim doim inobatga olinadi. Bu kelin, bu boshqaning farzandi deb ajratilmaydi. Oilaviy narsalar har qanaqa muhokama uyimizda baravariga taqsimlanadi. Men kelinman, lekin qaynona qaynotam, qaynagachilarim ham menga doim hadyalar berishadi. Men kelinman, ertalab turib vohli hamma yo'ni tozalashim va hamma narsaga baravar ulgurishim shart emas. Sog'lig'imga qarab, o'zim bilgan holatda hamma ishim qilishga ruxsat berilgan. Men kelinman va jigarlarim meni uyimga bemalol kelishadi. Qaynona qaynotali uy bo'lsa ham, uyimdagilar juda ham yaxshi kutib olishadi. Men kelinman, lekin qaynona qaynotam meni ko'p duo qilishadi va ko'p marta yaxshi ko'rishligini aytishadi. Aslida men ko'chadigilar uchun kelin obrazidagi qizman desa ham bo'ladi. Chunki ko'pchilik meni tanimaganlar qaynotamni 3-qizlari deb o'ylashadi. Mana bunaqa yaxshi ko'rishligiga sabablar bor va albatta keyingi videolarimda qo'yib boraman. Obuna bo'lishni unutmang. Men kelinman, lekin hech qachon kelinligimni his qilmaganman. Men kelinman, kasal bo'lib qolsam, ota-onamning uyiga borib davolanish deydigan narsa yo'q. Kasal bo'lsam, sirazi qarash kerak, uyimizda davolanib, sog' bo'lish kerak deydigan narsa bor. Men kelinman, lekin farzandlarimga faqat men qaraydi degani emas. Qaynona qaynotam yaxshi ko'rib qarashadi, ularga narsa olib berishadi va hech qachon bu kelinimi bolasi yoki bu boshqa degan munosabatda o'zi bo'lmaydi. Men kelinman va meni fikrim doim inobatga olinadi. Bu kelin, bu boshqaning farzandi deb ajratilmaydi. Oilaviy narsalar har qanaqa muhokamalar uyimizda baravariga